havas qildirib har odamni, qo'rqmasdan bosaman qadamni, maqtanib aytaman hammaga, dadamni o'g'liman, dadamni. Tog'larni yanchmoqqa shaxtim bor, sultonlar yetolmas taxtim bor, baxtim bor, bebaho baxtim bor, dadamni o'g'liman, dadamni. Boshimda tashvishu kamim yo'q, o'tadi yoz, qishim, g'amim yo'q, otam bor, hiylakor g'anim yo'q, dadamni o'g'liman, dadamni. Yelkalab yelkaga mindirgan, yig'lasam yoshlarim tindirgan, polvonim zo'rlarni sindirgan, dadamni o'g'liman, dadamni. Assalomu alaykum yaxshilardan-da yaxshilarim. Yangi kun muborak. Osuda osmon ostidagi jannat makon O'zbekistonimizda yana bir ajoyib kun. Samimiy tilaklarimizni bir quchoq qilib, fayzli xonadonlarga kirib borishda davom etamiz. Azizlar, ayni daqiqalarda tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasi yana mehmoningiz. Studiyamiz mikrofonlari qarshisida Kamina, boshlovchingiz Nilufar Zokirzoda bo'laman. Bizga yo'llangan go'zal tabrik xatlarini o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Bizni tinglashda davom eting. Azizlarim, loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Jo'rayev Abdulhafiz akamizni barcha yaqinlari, mehribonlari nomidan Rossiya o'lkalarida yashab ishlab kelayotgan mehribon o'g'illari Hanifjon ukamiz nomlaridan xursand qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizga Jo'rayev Abdulhafiz akamiz kerak edilar. Gapirim. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa birozgina vaqtingizni olsak maylimi? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzlonlarini tilab qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongda murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ringchi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Qizim bo'lishi mumkin, o'g'lim bo'lishi mumkin. Yana kim bo'lishi mumkin? Yo'ldosh bo'lishi mumkin. Keling, o'zim to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun shukrona kuningizni juda ham xursand ko'rishni istagan va sizni yaxshi ko'rishlarini qayta ta'kidlab o'tgan eng yaqin insonlaringiz, mehribonlaringiz, aziz farzandlaringiz Dilafruzxon, Dilraboxon, Gulandon, Dilshodbek, ahli ayolingiz Mahfiratxon opamiz, go'zal keliningiz Bahoraxon va barcha nabiralaringiz nomidan eng asosiy tabriklarni yo'llagan Rossiya o'lkalarida yashab ishlab kelayotgan o'g'lingiz Hanifjon tabriklamoqdalar. Rahmat. Xursand bo'ldingizmi? Xursand bo'ladi-ku. Kam edingiz? Tug'ilgan kuningizga qanday sovg'a olishni xohlagan bo'lardingiz? Sovg'a? Sog' salomat bo'lsa bo'ldi, menga sovg'a shu. Yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keling, unda ushbu go'zal tabrikni aynan siz uchun sovg'a tariqasida o'qib eshittiraman. Suyanchig'im tog'dek tirgaksiz, har bir ishda ibrat o'rnaksiz, menga juda keraksiz, sizni yaxshi ko'raman dada. Mingta do'stim o'rningiz bosolmas, sizsiz yurak taskin topolmas, siz bor menga g'amlar yetolmas, sizni yaxshi ko'raman dada. Jon desangiz jonim beraman, chorlasangiz uchib boraman, jon jigaringiz o'g'lingiz bo'laman, sizni yaxshi ko'raman dada. Assalomu alaykum biz uchun qadrli, borligi baxtimiz bo'lgan qadrdonim, jon otajonim. Sizni go'zal ayyomingiz bilan barcha yaqinlarimiz jam bo'lgan holda qutlaymiz. Siz bizning oilamiz himoyasiga qo'yilgan mustahkam poydevorimizsiz. Biz uchun, ya'ni oilangiz, farzandlaringiz uchun kunduzni kunduz demay, kechani kecha demay, har doim ishda, mehnatda qolmay bizning kelajagimiz chiroyli bo'lishi uchun harakat qilib kelayotgan mehribonimizsiz. Ilohim baxtimizga sog'-omon bo'lib yuring. Sizni har doim Allohim o'z panohida asrasin. Nimaiki orzu niyatlaringiz bo'lsa, Allohim ortig'i bilan yetishtirsin. Siz bilan o'tkazgan har bir onimiz xuddi bayramdek qalbimizga quvonch bag'ishlaydi.
Ilohim dunyo turguncha turing. Atrofingizda faqatgina yaxshi insonlar jam bo'lsin. Sizni otam qilib bergan Allohimga shukrlarim bo'lsin. Sizdek otam borligidan faxrlanaman. Har doim oilamizning ishonchi, tayanchi va quvonchi bo'lib yuring. Baxtimizni baxtlilar qatorida, rohatlarimizni rohatlarda ko'rib yuring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Taqdirimdan nolimasman, hayot go'zal. Shu go'zallik borasida yozdim g'azal. Otajonim, ortimdagi ulkan tog'dir. Otajon, sizdan jannat qarzim bordir. Mehringizla ulg'aytirib o'stirdingiz. O'zingiz kiymay yangi kiyim kiydirdingiz. To'g'ri yo'lni bizga doim ko'rsatdingiz. Otajonim, ortimdagi ulkan tog'dir. Otajonim, sizdan jannat qarzim bordir deya o'g'lingiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz jonli tarzda yozib olinmoqda. O'g'lingizga va barcha yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Ha, borken ikimiz birinde odam ko'rdida bo'lmaydi gaplashib. Ha, bor shu niyatlarimiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, tinch bo'lsin. Qo'shganlar qo'shaqari baxtli bo'lsin shu. Ey rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barcha niyatlaringizni Allohim ortig'i bilan ijobat qilsin. Sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibati hech qachon sizlarni tark etmasin. Avvalambor butun yer yuzidagi jamiki mo'min musulmonlarni Allohim o'z panohida asrasin. Shu qatorida musofirchilikda yurgan jamiki vatandoshlarimizni, oila a'zolarimizni, hamyurtlarimizni Allohim o'z panohida asrab, o'z yurtiga, vataniga, oilasi bag'riga sog' salomatlikda yorug' yuzlar bilan qaytib kelish barchasiga nasib etsin. Topganlari faqatgina to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin. Sizni esa yana bir bora shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Instagram, Telegram, YouTube, Facebook kanallarimizda barcha tabriknomalarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha